Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafar Bimronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Osiyo Chempionlar Ligasi 2. Arqadaq Andijon jamoalari ertaga qanday formada o'ynashi aniq bo'ldi. Osiyo Chempionlar Ligasi 2B guruhi birinchi turdan o'rin olgan Arqadaq Turkmaniston Andijon O'zbekiston uchrashuvi oldidan bugun ikkala jamoa vakillari va o'yin rasmiylari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Ashxobod shahridan Arqadaq shahri tomon yo'l olgan jamoamiz vakillari Markav mehmonxonasida aynan o'yin rasmiylari hamda mezbon jamoaning mas'ul xodimlari bilan uchrashishdi. Tabiiyki ushbu yig'ilishda ertangi bo'lib o'tadigan bellashuv oldidan tashkiliy masalalar ko'rib chiqildi. Har ikki klub vakillariga komissar va nazoratchi tomonidan bu borada nimalarga e'tibor qaratilishi lozimligi alohida tushuntirildi. Shu bilan birga ertangi bahsda jamoalarning qanday liboslarda maydonga tushishi ham ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra Andijon jamoamiz qizil libosda, Arqadaq esa oq libosda harakat qiladi. Qadrli do'stlar, ertangi uchrashuvda Andijon jamoasiga omadlar tilab qolamiz. Afsuski, birinchi klubimiz xalqaro maydonda Qashqadaryoning Nasab jamoasi og'zidagi oshini oldirib qo'ydi. Avvaliga 2 to'p farqi bilan oldinga chiqib olgan Nasab keyinchalik o'z darvozasidan tasavvur qilib bo'lmaydigan 4 ta to'p olib chiqdi. Yakunda alamli va esdan chiqmaydigan mag'lubiyatni qabul qilib oldi Nasab. Al-Ahli Saudiya Arabistoni Nasab O'zbekiston 4-2. Eslatib o'tamiz, keyingi uchrashuvni Nasab 29-sentyabr sanasida Qashqadaryoda Qarshi stadionida Saudiyaning eng kuchli jamoalaridan biri, nafaqat Saudiya, Osiyoning eng kuchli jamoalaridan biri Al-Hilolni qabul qiladi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. O'zbekiston Superligasi qadrli do'stlar, rasman Andijonda yaxshi natijalar qayd etgan Aleksandr Xamyakov endi Superliganing boshqa bir jamoasi Buxoro jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Biz Aleksandr Xamyakovga va Buxoro jamoasiga omadlar tilab qolamiz. Ertaga Osiyo Chempionlar Ligasi 2 doirasidagi Arqadaq Andijon bahsini qabul qiladigan stadion bilan tanishing qadrli do'stlar. Albatta bu o'zimizni oddiy qishloqni bolalari o'ynab yuradigan maydonga o'xshagan stadion ekan. Mayli, voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Albatta stadiondan bahona qilmasdan umid qilamiz Andijon jamoasi ertaga Arqadaqni shu maydonda taslim etadi. Demak, qadrli futbol muxlislari, Afrika Elit Chempionlar Ligasi birinchi tur uchrashuvlari ba'zi birlari yakuniga yetdi. Sharja Birlashgan Arab Amirligi Al-Garafa Qatar 4-3, Al-Vahda Birlashgan Arab Amirligi Al-Ittihod Saudiya Arabistoni Al-Ittihod Birlashgan Arab Amirligidan 2-1 mag'lubiyatni qabul qilib oldi, ya'ni Birlashgan Arab Amirligi klubi Al-Vahdadan. Al-Ahli Saudiya Arabistoni Nasaf O'zbekiston 4-2, Al-Shorta Iroq Al-Sad Qatar jamoalari o'zaro durang natija qayd etishdi. Nasaf, eslatib o'tamiz yana bir marta, keyingi uchrashuvni Al-Hilolga qarshi Qashqadaryoda o'tkazadi. Husayn Norchayev 2025-yil Nasaf safida barcha musobaqalarda gol urgan yagona futbolchi. Superliga, Kubok, Superkubok, Elit Osiyo Chempionlar Ligasida 25 ta o'yin, 16 ta gol, 2 ta pas. Ha, qadrli do'stlar, lekin bu gollar agar Nasafga foyda keltirganda yana ham chiroyliroq eshitilgan bo'lardi. Namanganga kelib futbol haqida gapirmasak bo'lmaydi. Namanganlik yoshlar uchun futbol shunchaki o'yin emas, bu hayot tarzi. Har bir bola mahallada to'p tepib katta bo'ladi. Navbahorning har bir o'yini shahar uchun katta bayram, dedi davlatimiz rahbari. Yaqinda Navbahor futbol maktabini 3 yil muddatga Niderlandiyaning mashhur Ajax futbol akademiyasi boshqaruviga berish bo'yicha kelishuvga erishildi. Ushbu akademiyaning 11 nafar murabbiy, skaut va metodistlari Namanganga olib kelinadi. Prezidentimiz kelajakda bu akademiyada dunyoning top klublarida o'ynaydigan, jahon chempionatlarida o'z mahoratini namoyon qiladigan ko'plab futbolchilar yetishib chiqishiga ishonch bildirdi. Yig'ilish davomida hudud va tarmoqlar rahbarlarining hisobotlari tinglandi. Tadbirkorlarning namunali tajribalari ko'rib chiqildi. Manba Prezident matbuot xizmati Navbahor jamoasiga omad tilaymiz. Nasib etsa, yaxshi futbolchilar yana ham Namangandan chiqishiga tilakdoshmiz.
Qadrli do'stlar, biz va siz yaxshi ko'radigan FIFAdan ajoyib qaror qabul qilindi. Sentyabr-oktyabr oyidagi FIFA kunlariga o'zgartirish kiritildi. Qaror kelasi yildan kuchga kiradi. Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyalari FIFA o'zining rasmiy saytida har yili sentyabr va oktyabr oylarida o'tkaziladigan ikkita xalqaro tanaffuslar birlashtirilganini e'lon qildi. Qoida 2026-yilning kuzida kuchga kiradi. Endi xalqaro kuzgi tanaffus 21-sentyabrdan 6-oktyabrga qadar bo'lib o'tadi. Bu davrda terma jamoalar ham 4 dan ko'p bo'lmagan o'yin o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Futbolchilarni jarohatlarni kamaytirish va ularni kamroq parvozda bo'lishlari uchun bunday qaror qabul qilindi deydi Manba chempionatatsiya. Bu juda ham yaxshi qaror. Har holda albatta FIFA kunlarida 4 dan oshiq o'yin o'tkazmasligi yaxshi qaror. Bu borada FIFAga minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat. Nasafni mag'lubiyatidan tushkunlikka tushmang, hali hammasi oldinda deb o'zimizni ovutamiz. Boshqa nima ham qilamiz? Endi ertaga Andijon jamoasini o'yinini ko'ramiz. Balki Andijon bizga yaxshi kayfiyatni hadya etar. Andijon, O'zbekiston, Arqadah, Turkmaniston. Eng muhim qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zafar Bimronbek kanaliga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.